Salom, hurmatli kanalimiz obunachilari va qadrli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim, hatto ba'zilaringiz uchun og'riqli bo'ladigan xabar haqida gaplashmoqchiman. Gap shundaki, joriy yilning may oyidan boshlab, ayniqsa 40 yoshdan 65 yoshgacha bo'lganlar, shuningdek, nafaqada bo'lib ish faoliyatini davom ettirayotgan yurtdoshlarimiz uchun kutilmagan, ba'zi holatlarda esa juda noxush o'zgarishlar kuchga kiradi. Bu ma'lumot har biringiz uchun, oilangiz va yaqinlaringiz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu videoni bir soniya ham o'tkazib yubormasdan oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Ishoning, bugungi ma'lumotlar hayotingizdagi keyingi qadamlaringizni belgilab berishi mumkin. Muammoning mohiyati avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Kelayavvalo, bu o'zgarishlar nimadan iborat ekanligini tushunib olaylik. Uzoq yillar davomida mamlakatimizda pensiya ta'minoti tizimi barqaror bo'lib keldi. Ya'ni odamlar ma'lum bir ish stajiga ega bo'lganlarida va qonunda belgilangan yoshga yetganlarida ma'lum bir tartibda pensiyaga chiqish imkoniyatiga ega edilar. Pensiyalar odatda ish haqqi va stajga qarab hisoblanar edi. Bu tizim juda tushunarli va odatiy edi. Xususan, pensiya miqdorini hisoblashda so'nggi 10 yil ichidagi ixtiyoriy 5 yillik ish haqqi inobatga olinar. Bu esa odamlarga pensiyaga chiqishdan oldin o'z ish haqqi darajasini oshirish orqali pensiya miqdorini optimallashtirish imkonini berardi. Shuningdek, nafaqadagi shaxslarning ish faoliyatini davom ettirishlari keng tarqalgan amaliyot bo'lib, ular pensiya bilan birga ish haqqi ham olardi va bu hech qanday qo'shimcha tekshiruv yoki cheklovlarsiz amalga oshirilardi. Ko'plab keksalarimiz o'z tajribalari va bilimlarini yosh avlodga o'rgatish maqsadida yoki shunchaki oila budjetiga hissa qo'shish uchun ishlashda davom etar edi. Bu davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan muhim ijtimoiy mexanizm edi. Ammo Vazirlar Mahkamasining joriy yil 15-apreldagi pensiya ta'minoti tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 123-sonli qaroriga ko'ra, may oyidan boshlab tub o'zgarishlar joriy etilmoqda. Asosiy o'zgarishlar quyidagilardan iborat. Birinchidan, pensiya hisoblashning yangi mexanizmi joriy etiladi. Endilikda pensiyaga chiqish uchun zarur bo'lgan minimal ish staji talabi oshiriladi. Shu bilan birga, pensiya miqdorini aniqlashda hisobga olinadigan ish haqi davri so'nggi 15 yil ichidagi ixtiyoriy 7 yillik davrni tashkil etadi. Ya'ni bu davr uzaytiriladi va tanlov imkoniyatlari torayadi. Bu esa o'z navbatida ko'pchilikning pensiya miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari, ish stajiga qo'yiladigan yangi talablar, ayniqsa norasmiy sektorda ishlaganlar yoki ish stajida uzilishlarga ega bo'lganlar uchun pensiyaga chiqishni qiyinlashtiradi. Davlat bu chorani pensiya fondining barqarorligini ta'minlash va tizimni modernizatsiya qilish zarurati bilan izohlamoqda. Ikkinchidan, nafaqadagi shaxslarning ish faoliyati qat'iy nazorat ostiga olinadi. Agar siz allaqachon pensiyada bo'lib, shu bilan birga ish faoliyatingizni davom ettirayotgan bo'lsangiz, endilikda sizning daromadingiz va ish stajingiz doimiy ravishda monitoring qilinadi. Bu nafaqat rasmiy bandlik, balki yarim kunlik, masofaviy yoki hatto xususiy tadbirkorlik faoliyatini ham o'z ichiga oladi. Agar sizning ish haqingiz ma'lum bir belgilangan chegaradan oshib ketsa, sizning pensiya miqdoringiz qayta ko'rib chiqilishi yoki hatto ma'lum bir foizga qisqartirilishi mumkin. Hukumat bu chorani ijtimoiy tenglikni ta'minlash va resurslarni eng muhtojlarga yo'naltirish bilan asoslaydi. Bu o'zgarishlar nafaqat hozirgi, balki kelajakdagi nafaqaxo'rlarning ham moddiy ahvoliga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Qo'shimcha ravishda davlat ijtimoiy nafaqalarni olish tartibi ham qayta ko'rib chiqiladi. Misol uchun, nogironlik nafaqalari va boquvchisini yo'qotganlik nafaqalari uchun yangi baholash mezonlari joriy etilishi mumkin. Bu esa ayrim toifadagi fuqarolarni ushbu nafaqalarni olish huquqini qiyinlashtirishi yoki ularning miqdorini kamaytirishi ehtimoli bor. Bu o'zgarishlarning barchasi mamlakatimiz iqtisodiyotidagi umumiy vaziyat, demografik o'zgarishlar va pensiya fondiga tushayotgan yukni kamaytirish zarurati bilan bog'liq ekanligi aytilmoqda. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olish kerak va kimga kerak emas? Keling, bu o'zgarishlarning tafsilotlariga chuqurroq kiraylik va kimlarga ko'proq ta'sir qilishini aniqlaylik. Nimalarni bilish kerak? Eng avvalo, har bir fuqaro o'zining ish stajini va pensiya jamg'armasiga to'lagan badallarini aniq bilishi shart. Hozirda davlat xizmatlari markazlari orqali yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali mi.gov.uz orqali
o'z ish staji to'g'risidagi ma'lumotlarni elektron shaklda olish imkoniyati mavjud. Bu ma'lumotlar endilikda har qachongidan ham muhimroq. Yangi qoidalar pensiyaga chiqishdan oldingi yillardagi ish stajiga katta e'tibor qaratadi. Ya'ni, agar sizning stajingizda uzun ishlar bo'lsa yoki norasmiy ishlagan bo'lsangiz, bu sizning pensiya miqdoriga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bilan birga, pensiya miqdorini hisoblashda inobatga olinadigan eng yaxshi ish haqi davrining 7 yilga uzaytirilishi, avvalgi 5 yillik davrga nisbatan ko'proq daromadli ishlagan davrlarni hujjatlar bilan tasdiqlashni talab etadi. Bu ba'zi odamlar uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin, chunki eski hujjatlarni topish yoki ularning haqiqiyligini tasdiqlash har doim ham oson emas. Kimlar xavotir olishi kerak? 1. 40 yoshdan 55 yoshgacha bo'lganlar, ayollar va 45 yoshdan 60 yoshgacha bo'lganlar, erkaklar. Sizlar pensiyaga chiqishga yaqinlashayotgan kategoriyaga kirasiz. Aynan sizning pensiya miqdorlaringiz yangi hisoblash mexanizmlari tufayli sezilarli darajada kamayishi mumkin. Agar sizning ish stajingizda uzilishlar bo'lsa, norasmiy ishlagan davrlaringiz mavjud bo'lsa yoki ish haqingiz pensiyaga chiqishdan oldingi yillarda yuqori bo'lmagan bo'lsa, siz yanada ko'proq xavotir olishingiz kerak. Misol 1. Aygul opa 52 yoshda. U 25 yil davomida maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan, lekin so'nggi 5 yil uy bekasi bo'lgan. Eski qoidalar bo'yicha u 25 yillik staj va eng yaxshi 5 yillik ish haqqi asosida pensiya olgan bo'lardi. Ammo yangi qoidalarga ko'ra, uning 25 yillik stajiga qo'shimcha ravishda yangi minimal talablar qo'yiladi va pensiya hisoblashda so'nggi 15 yildagi 7 yil inobatga olinadi. Aygul opa uyda o'tirgan 5 yili davomida hech qanday badal to'lamaganligi sababli uning pensiyasi sezilarli darajada kamayishi yoki hatto yetarli stajga ega bo'lmagani uchun pensiya olish huquqini umuman yo'qotishi mumkin. Chunki uning so'nggi 7 yillik stajining yarmi to'liq ish haqqi bilan qoplanmagan bo'ladi. Eski tizimda u o'zining maktabdagi faoliyati davridagi eng yaxshi 5 yillik daromadini tanlab yuqoriroq pensiya olishi mumkin edi. Ammo endi bu imkoniyat cheklanadi. 2. Nafaqada bo'lib ish faoliyatini davom ettirayotganlar 60-65 plus yoshdagi erkaklar va 55-65 plus yoshdagi ayollar. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz va qo'shimcha daromad topish uchun ishlayotgan bo'lsangiz, sizning pensiyangiz qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu ayniqsa yuqori maoshli ish joylarida ishlayotganlar yoki bir nechta ish joylarda band bo'lganlar uchun dolzarb. Misol 2. Abdulla aka 63 yoshda. U ertalab davlat tashkilotida posbon bo'lib ishlaydi. Tushdan keyin esa xususiy firmada kichik vazifada faoliyat yuritadi. Uning umumiy oylik daromadi pensiya bilan birga endi belgilangan chegaradan oshib ketishi mumkin. Yangi qoidalar bo'yicha uning pensiyasi qayta ko'rib chiqilib, balki 10-20% ga qisqartirilishi mumkin. Hukumatning maqsadi shuki, agar nafaqaxo'rning daromadi tirikchilik uchun yetarli bo'lsa va u ishlayotgan bo'lsa, davlat unga kamroq mablag' ajratishi mumkin. Bunday holat Abdulla akaning oilasiga jiddiy moliyaviy bosim o'tkazadi. Chunki u kutilmagan daromad yo'qotishga duch keladi. 3. Yarim kunlik ishlovchilar, xususiy tadbirkorlar va norasmiy sektorda band bo'lganlar. Bu guruhdagi shaxslar uchun staj yig'ish va daromadni rasmiylashtirish yanada qiyinlashadi. Agar siz o'z faoliyatingizda olingan daromadlaringizni deklaratsiya qilmasangiz yoki pensiya jamg'armasiga tegishli badallarda to'lamasangiz, kelajakda siz pensiyasiz qolishingiz yoki juda kichik miqdorda pensiya olishingiz mumkin. Misol 3. Dilfuza opa 48 yoshda, uylarda farroshlik qiladi va ba'zan tikuvchilik bilan shug'ullanadi. Uning barcha ishlari norasmiy. Hech qanday rasmiy ish staji yoki pensiya jamg'armasiga badallar mavjud emas. Eski tizimda u ma'lum bir minimal staj bilan ijtimoiy nafaqa olishi mumkin edi. Endi esa yangi, qat'iyroq qoidalar tufayli uning ijtimoiy nafaqa olish imkoniyatlari ham cheklanishi mumkin. Uning daromadi rasmiy hisobga olinmagani uchun u har qanday pensiya yoki nafaqa turi uchun minimal talablarga javob bermaydi. Bu uning kelajakdagi moliyaviy barqarorligiga jiddiy xavf soladi. Kimlarga xavotir olish shart emas? 1. Uzoq yillardan beri nafaqada bo'lgan va ishlamaydigan shaxslar. Agar siz pensiyada bo'lsangiz va ish faoliyatingizni to'xtatgan bo'lsangiz, sizning pensiyangizga bu o'zgarishlar to'g'ridan to'g'ri ta'sir qilmaydi. Sizning pensiyangiz miqdori o'zgarishsiz qoladi. Faqat inflyatsiya hisobiga indeksatsiya qilinishi mumkin. 2. Pensionerlik yoshiga yetmagan va barqaror rasmiy ish joyiga ega bo'lgan yoshlar. Agar siz 30-35 yoshda bo'lsangiz va rasmiy ish joyida ishlasangiz,
doimiy ravishda pensiya jamg'armasiga badallar to'lasangiz, hozircha siz uchun bevosita xavotirga o'rin yo'q. Ammo siz kelajakda bu qoidalarga duch kelishingizni inobatga olib, hozirdan o'z ish stajingizni va pensiya jamg'armasiga to'layotgan badallaringizni nazorat qilib borishingiz muhim. Kelajakda pensiya fondining barqarorligini ta'minlash uchun yanada qattiqroq qoidalar kiritilishi ehtimoli borligini yodda tuting. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, qaltis jihatlar va oshkor bo'lmagan nozikliklar. Har qanday qoidada bo'lgani kabi, bu yangi tartibda ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan qaltis jihatlar va ko'pchilik bilmaydigan nozikliklar mavjud. Aynan shularni tushunish sizga vaziyatni o'z foydangizga hal qilishda yordam berishi mumkin. Istisnolar. 1. Alohida kasb egalari va nogironligi bor shaxslar. Ba'zi kasb egalari, masalan konchilar, uchuvchilar, og'ir va zararli sharoitlarda ishlovchilar ro'yxatiga kiruvchi mutaxassislar uchun pensiyaga chiqish yoshi va staj talablari avvalgidek qolishi mumkin. Ular uchun davlat maxsus imtiyozlarni saqlab qolgan bo'lishi mumkin. Xususan, Tibbiy mehnat ekspert komissiyasi (TMEK) tomonidan rasman tasdiqlangan nogironligi bor shaxslar uchun pensiya olish tartibi va miqdori ko'pincha umumiy qoidalardan farq qiladi. Ammo hatto bu toifadagi fuqarolar ham yangi baholash mezonlariga duch kelishlari mumkin. Ya'ni ilgari 3-guruh nogironligi bo'lganlar uchun nisbatan yengilroq bo'lgan talablar endi biroz qat'iylashishi mumkin. Shu sababli agar siz shunday toifaga kirsangiz, o'zingizga tegishli qonun hujjatlaridagi o'zgarishlarni sinchkovlik bilan o'rganishingiz shart. 2. Harbiy xizmatchilar va huquq-tartibot organlari xodimlari. Ularning pensiya ta'minoti alohida qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi va ko'pincha umumiy fuqarolik pensiya tizimidan farq qiladi. May oyidan kuchga kiradigan o'zgarishlar ularga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmasligi mumkin, ammo bu ham to'liq kafolat emas. Hukumat bu kabi maxsus guruhlar uchun ham kelajakda ba'zi optimallashtirishlarni joriy etishi ehtimoldan xoli emas. 3. Qishloq joylaridagi ayrim ayollar uchun imtiyozlar. Ayrim chekka qishloq joylarda yashovchi, ko'p bolali ayollar uchun pensiyaga chiqish yoshi avvalgidek pasaytirilgan bo'lishi mumkin. Bu ham ijtimoiy himoyaning bir qismi hisoblanadi. Biroq bu imtiyozdan foydalanish uchun talablar kuchaytirilishi mumkin. Masalan, bolalar soni, ularni tarbiyalash sharoitlari va yashash joyi bo'yicha aniqroq mezonlar joriy etilishi mumkin. Bu imtiyozlarni olishni istagan ayollar ayniqsa diqqatli bo'lishlari kerak. Qaltis jihatlar va oshkor bo'lmagan nozikliklar. 1. Qayta hisoblash tuzog'i. Agar siz nafaqada bo'lib ishlayotgan bo'lsangiz, pensiyangizni qayta hisoblashda ish haqingiz to'g'risidagi yangi ma'lumotlar avtomatik ravishda inobatga olinishi mumkin. Bu sizning pensiyangiz oshishi o'rniga aksincha kamayishiga olib kelishi mumkin. Negaki pensiya miqdorini kamaytirishda daromadning ma'lum chegaradan oshishi asos bo'ladi. Ba'zi hollarda odamlar o'z pensiyalari kamayganini faqat bir necha oydan keyin pensiya to'lovi kamayganda bilib qolishadi. Shuning uchun daromadingiz oshgan taqdirda ham pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, o'zingizning holatingizni tushuntirish va maslahat olish juda muhimdir. 2. Norasmiy daromadlarning xavfi. Hukumat norasmiy iqtisodiyotga qarshi kurashni kuchaytirishga intilmoqda. Agar siz nafaqada bo'lsangiz va rasmiy ish joyingizdan tashqari norasmiy ravishda ham daromad topsangiz, masalan, xususiy taksichilik, repetitorlik, uyda hunarmandchilik, bu daromadlar to'g'risidagi ma'lumotlar kelajakda soliq organlari yoki boshqa idoralar orqali aniqlanishi mumkin. Bu esa nafaqat pensiya miqdorining kamayishiga, balki soliq qonunchiligini buzganlik uchun jarimalarga ham sabab bo'lishi mumkin. Soliq qo'mitasi va pensiya jamg'armasi o'rtasidagi ma'lumotlar almashinuvi mexanizmi kuchaytirilgan degan mishmishlar ham mavjud. Shuning uchun hatto kichik norasmiy daromadlarni ham ehtiyotkorlik bilan boshqarish lozim. 3. Sug'urta staji va umumiy staj o'rtasidagi farq. Pensiya hisoblashda endilikda nafaqat umumiy ish staji, balki aynan pensiya jamg'armasiga badallar to'langan sug'urta staji ham muhim ahamiyat kasb etadi. Agar siz ko'p yillar davomida ishlagan bo'lsangiz, ammo ish beruvchi siz uchun badallarni to'liq yoki umuman to'lamagan bo'lsa, bu davr sizning sug'urta stajingizga kirmaydi. Bu esa pensiya miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Hozirdan o'z sug'urta stajingizni tekshirib, undagi nomuvofiqliklarni bartaraf etishga intiling. Ish beruvchingizdan pensiya jamg'armasiga to'langan badallar to'g'risidagi ma'lumotlarni so'rashdan cho'chimang. Bu sizning kelajagingiz uchun juda muhim. 4. Pensiya kapitalizatsiyasining nozikligi.
Ba'zi mamlakatlarda pensiya kapitalizatsiyasi tizimi mavjud. Ya'ni har bir fuqaroning shaxsiy hisobiga yig'ilgan badallar uning pensiya miqdorini belgilaydi. Bizda ham bu borada harakatlar qilinmoqda, lekin may oyidan kuchga kiradigan o'zgarishlar aynan shu badallarning ahamiyatini oshiradi. Ya'ni sizning har bir to'lagan badalingiz, har bir rasmiy oyda ishlagan kuningiz kelajakdagi pensiyangizni belgilaydi. Shuning uchun har bir rasmiy ish joyida ishlash va barcha soliq va badallarning o'z vaqtida to'lanishini nazorat qilish lozim. 5. Arizasiz qayta hisoblash. Ba'zi hollarda pensiya jamg'armasi sizning ruxsatingizsiz yangi ma'lumotlar asosida pensiyangizni qayta hisoblab chiqishi mumkin. Bu ayniqsa siz daromadingizni oshirganingizda yoki ish joyingiz o'zgarganda sodir bo'lishi mumkin. Bu holatda siz kamaytirilgan pensiyani olganingizdan keyingina xabardor bo'lasiz. Shuning uchun o'zingizning pensiya ta'minoti bo'yicha hisobingizdagi har qanday o'zgarishlarni muntazam ravishda tekshirib borish kerak. Amaliy tavsiyalar. Tomoshabin nima qilish kerak? Xo'sh, bu og'ir yangiliklar fonida nima qilish kerak? Qo'llarimizni qovushtirib o'tira olmaymiz. Siz hozirdan faol harakat qilishingiz va o'z kelajagingizni himoya qilish uchun aniq qadamlar qo'yishingiz kerak. Mana siz uchun tayyorlangan bosqichma-bosqich yo'riqnoma. 1. O'zingizning ish stajingiz va pensiya jamg'armasiga to'langan badallar to'g'risidagi ma'lumotlarni tekshiring. Qayerga borish kerak? Davlat xizmatlari markazlari, DXM yoki pensiya jamg'armasi bo'limlari. Qanday hujjatlar kerak? Shaxsiy pasportingiz. Nima qilish kerak? DXMga yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, ish staji va ish haqqi to'g'risida ma'lumotnomani forma 052 so'rang. Bu hujjatda sizning barcha ish joylaringiz, ishga kirgan va ishdan bo'shagan sanalaringiz, shuningdek pensiya jamg'armasiga to'langan badallar aks etgan bo'ladi. Agar sizda mi.gov.uz saytida elektron raqamli imzo mavjud bo'lsa, bu ma'lumotnomani uydan chiqmagan holda onlayn tarzda ham yuklab olishingiz mumkin. Maxsus ko'rsatma. Agar ma'lumotnomada xatolar yoki nomuvofiqliklar bo'lsa, masalan, ish stajingiz yetarlicha aks etmagan bo'lsa, darhol choralar ko'ring. Tegishli tashkilotlarga murojaat qilib, bu xatolarni tuzattirishga harakat qiling. Qo'shimcha ma'lumotnoma yoki buyruq nusxalari olishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Bu juda muhim, chunki xato staj sababli siz pensiyasiz qolishingiz mumkin. 2. Pensiya miqdorini taxminiy hisoblab chiqing. Qayerga borish kerak? Pensiya jamg'armasi bo'limiga. Qanday hujjatlar kerak? Pasport, ish staji to'g'risidagi ma'lumotnoma, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Agar pensiya jamg'armasida bular mavjud bo'lmasa, har bir ish joyingizdan so'nggi 15 yildagi 7 yil uchun o'rtacha ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma olishingiz kerak bo'ladi. Nima qilish kerak? Pensiya jamg'armasi xodimidan yangi qoidalar asosida sizning taxminiy pensiya miqdorini hisoblab berishlarini so'rang. Bu sizga qanday moliyaviy o'zgarishlarga duch kelishingizni aniq tasavvur qilish imkonini beradi. Shuningdek, ular sizga qaysi davrdagi ish haqingiz pensiya hisobida eng foydali bo'lishi mumkinligini ham aytishlari mumkin. 3. Agar siz pensiyada bo'lib o'tayotgan bo'lsangiz, qayerga borish kerak? Pensiya jamg'armasi bo'limi va ish joyingizning buxgalteriyasi. Qanday hujjatlar kerak? Pasport, pensiya guvohnomasi, ish joyingizdan oylik daromadingiz to'g'risidagi ma'lumotnoma. Nima qilish kerak? Pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'zingizning hozirgi daromadingiz haqida ma'lumot bering va pensiyangiz qayta hisoblanmasligi uchun nima qilish kerakligini so'rang. Ba'zi hollarda, agar sizning daromadingiz ma'lum bir chegaradan oshsa, sizning pensiyangizni qisqartirishlari yoki butunlay to'xtatishlari mumkin. Ba'zan ish beruvchilar bilan maslahatlashib, ish haqini kamroq ko'rsatib, qolganini konvertda olish kabi noqonuniy yo'llarga boriladi. Biroq bu juda xavfli va keyinchalik katta muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Qonuniy yo'li pensiya jamg'armasi xodimi bilan maslahatlashib, qanday qilib ish faoliyatingizni davom ettirish va pensiyangizni saqlab qolish mumkinligini bilish. Balki yarim stavkada ishlash yoki ma'lum bir daromad chegarasidan oshmaslik choralarini ko'rish kerak bo'ladi. 4. Ijtimoiy nafaqalar oluvchilar uchun qayerga borish kerak? Mahalla fuqarolar yig'ini, pensiya jamg'armasi bo'limi. Qanday hujjatlar kerak? Pasport, nafaqa olish huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, nogironlik guvohnomasi, boquvchisini yo'qotganlik haqidagi hujjatlar, oila a'zolarining daromadlari to'g'risidagi ma'lumotlar. Nima qilish kerak? Yangi baholash mezonlari haqida ma'lumot oling va o'zingizning nafaqa olish huquqingizni tasdiqlash uchun barcha kerakli hujjatlarni oldindan tayyorlang. Agar sizning ijtimoiy ahvolingiz og'irlashsa, qo'shimcha yordam olish imkoniyatlarini o'rganing. 5. Kelajakni rejalashtirish.
Nima qilish kerak? Faqat davlat pensiyasiga umid qilib qolmang. Shaxsiy jamg'arma fondlarini yaratish, qo'shimcha daromad manbalarini izlash, masalan, kichik biznes boshlash, investitsiyalar haqida o'ylash vaqti keldi. Hozirdan moliyaviy savodxonligingizni oshirishga harakat qiling. Mutaxassis maslahati oling. Moliyaviy rejalashtirish kurslariga yoziling. Bu sizning kelajakdagi moliyaviy barqarorligingiz uchun juda muhimdir. Oltin, huquqiy maslahat oling. Qayerga borish kerak? Advokatlar yoki huquqiy maslahatchilar? Nima qilish kerak? Agar sizning vaziyatingiz murakkab bo'lsa yoki sizning pensiyangiz kamaytirilgan bo'lsa va bunga rozi bo'lmasangiz, darhol malakali yuridik yordamga murojaat qiling. Pensiya qonunchiligi murakkab bo'lib, ko'pincha oddiy fuqarolar uchun tushunarsiz bo'lishi mumkin. Advokat sizning huquqlaringizni himoya qilishga va tegishli shikoyat yoki da'vo arizasini tayyorlashga yordam berishi mumkin. Ba'zida sud orqali ham haqiqatni tiklash imkoniyatlari mavjud bo'ladi. Bu tavsiyalarning har birini diqqat bilan o'rganing va ularni o'z hayotingizga tatbiq etishga harakat qiling. Bu o'zgarishlar og'riqli bo'lishi mumkin, ammo ularga tayyor bo'lish va faol harakat qilish orqali siz o'zingizni va oilangizni moliyaviy qiyinchiliklardan himoya qila olasiz. Xulosa va yakuniy chorlov. Hurmatli do'stlar, bugun biz may oyidan kuchga kiradigan va ayniqsa 40 yoshdan 65 yoshgacha bo'lganlar, shuningdek, nafaqadagi ishlayotgan shaxslar uchun juda muhim bo'lgan o'zgarishlar haqida batafsil gaplashdik. Biz pensiya hisoblashning yangi qoidalari, nafaqadagi ishlayotganlarga nisbatan qo'llaniladigan cheklovlar va ijtimoiy nafaqalardagi ehtimoliy o'zgarishlarni ko'rib chiqdik. Shuni unutmangki, bu vaziyatda ogoh bo'lish va faol harakat qilish juda muhim. Sizning har bir qadamingiz kelajakdagi moliyaviy barqarorligingizni belgilaydi. O'z ish stajingizni tekshiring. Pensiya jamg'armasi bilan maslahatlashing. Daromadlaringizni rasmiylashtiring va kelajakdagi rejalaringizni qayta ko'rib chiqing. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Bu yangiliklar haqida qanday fikrdasiz? Sizningcha bu o'zgarishlar adolatlimi? Siz yoki yaqinlaringiz allaqachon bunday muammolarga duch keldingizmi? O'z fikr va tajribalaringizni sharhlarda yozib qoldiring. Sizning har bir sharhingiz boshqalar uchun qimmatli bo'lishi mumkin. Shuningdek, ushbu videoni foydali deb hisoblagan bo'lsangiz, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelajakda ham shu kabi muhim va dolzarb mavzularni yoritishda yordam beradi. Unutmang, ogoh bo'lgan inson har doim bir qadam oldinda bo'ladi. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha